Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelini o'radi. Kimning abati? Sizda nima kasallik? Ya menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, opke. Brat, unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlamayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishoning. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, baza qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yog'i bilan o'tkazsapan ichishga qarshi lecheniya qiladi, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsa, bitta barmog'ingni uydagilarni kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini hamsa mo qo'yog'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, tavukda. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zing yo'laymi o'ligi. Endi jicha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Sizlar ham mana raya suvlarida ichinglar, o'zimiz Anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zamzam suvlari qo'shilgan. Oyog'im qiziyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon, oling bari kvadrobrizni. Yashamaylik ekanda.